Men Kamoliddinov Oybek Yuksalish maktabining 7-yuksalish sinfida o'qiyman va 18-aprel sanasida imtihonimning natijalari chiqdi va bu bo'yicha men IELTSdan 7,5 oldim. Sizningcha bu yutuq o'quvchingizning qanday fazilatlari bilan bog'liq? Oybekda bu yutuqqa erishishning eng asosiy sabablaridan biri bu undagi intizom. O'qituvchi bergan har bir vazifani o'z vaqtida bajarishi, har bir qoidaga amal qilishi uni bu yutuqqa olib keldi deb o'ylayman. IELTS tayyorgarligi davomida eng ko'p qiynalgan bo'limingiz qaysi edi va ustozingiz qanday yordam berdi? Boshida reading bo'yicha juda qiynaldim va juda kam topardim, ammo ustozimning strategiyalari yordamida buni 8,5 ga chiqardim. Ushbu o'quvchi uchun qanday individual strategiya tuzdingiz? Tayyorgarlikni boshlaganimizda Oybekda asosan reading bilan bog'liq juda ham katta muammo bor edi va bu uni eng nozik nuqtasi edi. Shu sababli Oybekda reading comprehension uchun, ya'ni mavzuni, kontekstni tushunishi uchun strategiya ishlab chiqdik va shu orqali uni readingini 8,5 ballga oshirdik. Muvaffaqiyatga erishishingizga kimlar sababchi bo'ldi? Birinchi navbatda albatta Yuksalish maktabi o'qituvchilariga katta rahmat va ayniqsa o'zimning ingliz tili ustozim Umid ustozga katta rahmat deb qolaman. Natijani eshitgan paytingizda siz nimalar his qildingiz? O'quvchingiz uchun ko'proq sevindingizmi yoki o'zingiz uchunmi? To'g'risini aytsam, o'zim uchun emas, Oybek uchun emas, maktabimiz uchun juda ham sevindim. Chunki bu maktabimizdagi boshqa o'quvchilar uchun ham IELTSdagi eng yuqori natijalarni zabt etishi eng deb o'ylayman.